Selam dostlar, bugün men sizni Instagramdagi storieslar uchun foydali bo'lgan lifehaklar bilan tanishtirishaqman. Ketdik. Birinchi lifehak qiziqli qo'shimchalar. Hozirgi vaqtda App Store ham Play Market degan platformalarda storieslar uchun bek ko'p qo'shimchalar bor, lekin biz ular turida bilmaymiz. Mening eng yoratgan qo'shimchalarim Story Art, Moji ham Insta Store. Ular bilan qo'llansangiz sizning storieslaringiz mo'jizali bo'lacak. Ikkinchi lifehak qiziqli filtrlar ham maskalar. Ular hozir bek populyar. Mening yaratgan Insta blogerlarimning, Dominik Annaning ham Nevdaklarning da o'zlarining undan ortiq filtrlari bor, ham men ular bilan qo'llanaman. Sizga da kengashlar. Uchinchi lifehak storieslar ham auditoriya bilan bog'liq. Auditoriyangizni ko'tarasiz kelsa, storieslarga turli o'yinlar ham oproslar uydiramiz. Masalan, tayinsiz nishik yaysa, ikki foto orasida ayirma topingiz dedim. Bu bek yaxshi, ham sizning podpischiklaringizga bek ishar menimcha.